Hurmatli do'stlar, hurmatli xaridorlar, hurmatli muxlislarimiz. Ko'pincha mendan so'rashadi, muzlatilgan go'shtdan suv chiqadimi deb. Suv hattoki o'zimiz qo'l bilan so'yayotgan go'shtlarimizdan ham chiqadi. Mana qurbonlik go'shti yangi so'yilgan. Mana tabiiy holatda suv chiqib turibdi. Sizlarga ma'lumot sifatida bu videoni qildim. Buyurtma hamda savollar uchun kontaktlarni qoldiramiz. Yana efirda ko'rishguncha hammaga omad. Mana 20 kilogramm go'shtdan chiqqan suv, tabiiy so'yilgan, qurbonlikka so'yilgan go'shtdan chiqqan suv. Taxminan necha gramm deb o'ylaysiz? Kommentariyalarda yozing.